Milletinizni suyun. Milletini suyish degan o'z xalqiga bo'lgan samimiy bog'lanish va fidokorlik talab qiladigan ish. Alloh taolaning insonlarni har xil millat qilib yaratganligi o'z qudratining namoyandasidir. Ve min ayatihi xalqus samawati vel ardi ve ihtilafu alsinatikum ve alvanikum inne fi zalika laayatin lil alamin. Allah'ın asmanlarını, zeminni yaratganlığı, tilinglarning, ranginglarning xilma-xil bo'lishi, onun kudretinin namoyandalaridandir. Buningda biladiganlar uchun haqiqatan nurg'un ibratlar bor. Siz yuksilib, qanchalik katta odam bo'lib keting, sizni yanala Uyg'ur deydi. Hech kim o'z millatidan sanamaydi. Saudiya Arabistonda Arabga %100 o'xshab olgan, özünü Uygur dese açıkı keladigan Uygurlarını gördüm. Araplar ularni herkes özüden sanamaydı. Ve Arap bo'lishini qabul qilmaydi. Çünkü ular Uygurda. Siz dininizni o'zgartib, boshqa dinga kirib ketishiniz, yoki jinsingizni o'zgartib, g'ayri jins bo'lib ketishiniz, yoki vataningizdan kechib, boshqa yurtlarni vatan tutishingiz, hatto ismingizni o'zgartib, boshqa ism bilan atilishingiz mumkin. Ama Uygurluğunuzni o'zgartirmaysiz. Nimangizdan tansangiz taning, Uygurluğunuzdan tanolmaysiz. Nega barsangiz bering, o'zingizni qandoq tunishtirsangiz tunishtiring, sizni butun dunyo Uyg'ur deb ataydigani aniq. Shunga millatingizni suying. Onunga mansub bo'lishdan faxrlaning.